pishtirib va kimlarni ayradi kecha o'qigan qizlarga bugun boshpana salon chunki endi maktab xayr katta hayotga salom unutilgan sinfdoshlar hatto grupadoshlarim va har kim o'z haqida qayg'urishlar endi boshlanar va qani bolalik do'stlaring bitta xabar biz tugadik yangi notanishlar sanga yaqinroq aka ukadek eski hayotimdan balki xayolan to'ygan malak Nokia'da bo'lsa ham videoga saqlab qo'yganman va misini topshirishda tan olaman kam bo'lardim Nokia'da screenshot qilishni faqat men bilardim esimda erta turish uchun internetdan o'zimni tiyishim ko'rardik darsdan qochganlarni kalta kiyishim so'rardik har xil bahonalar uyga javob berishim o'qituvchini mot qilardik o'zaro kelishib 6-soatiga deyarli qolmasdim hatto och qolganimda bufetdan qarzga non olmasdim sinf rahbarimizni nimalardir qilib ko'ndir kim birinchi borsa sazdavat qilib qo'yardi kontur onda sonda qo'shni sinf bilan o'ynab interes va sehrgarlik bo'lib tuyulardi bizga klinteresno balki hozirgidan ko'ra biz beg'ubor tuyulardik kim sigaret cheksa san tez o'lasan deb kulardik hech qanaqa telegram biz anketa to'ldirardik vaqti kelsa o'qituvchini ham kuldirib o'ldirardik yaxshiroq skameyka bizga begona divan anketachi qizni topsam anketalarni so'rayman esimda kundalikni hamma yashirgan o'sha paytlar bitta marta topilmaguncha bir-birimizni ayblab bori java o'yin sefar ro'yokachka degan saytlar esimda ummonni bolalar yoqtirmagan o'sha paytlar beg'ubor sutkalarda qor o'ynab kurtkalarda yurardik eski havorang sovet mashrutkalarda zebra ruchkalarda zvonok qutqarardi esimda endi ochilgan edi paynet butkalarda sevgi izhor qilishlar unutilmas ayb bo'lgandi ko'z oldimizda o'sgan nechta qizlar hayb bo'lgandi statuslar qo'yish uchun o'kiradigan sayt bo'lardi toki aql kirganida hamma yurak mayt bo'lgandi